Sen baribir hech qachon ozimaysan. Umid aka sababim bizning hozmashini tiqib olaman. Nima qilganing bu ahvolda qanaqa qilib yuraman? O'lmas Bekifloni uyimi bu? Bor, mehmonga qarab ahvolimni ko'rmasin. Sizlarni klipimga taklif etmay keldim. Endi bular lapatkalar bilan qanday bo'lar ekan? Zebo, senga avadaga olib keldim. O'xshadas, detskiyimisiz? Bunaqa holatda endi точно klipga chiqa olmaymiz. 30 million beraman. Bu tamam yo'limda dursan, o'g'rincha gaplarim ila bildirma. Qiymati bu tamam yo'limda dursan, o'tar vaqtim aniq bilsang bo'lg'ani, muhabbatim yanib. Shashlik chop girib ketibdi. Minmat etganmasiga qaynisinglim shashlik sixini olib tashab yeyin deb. Zo'r chiqdi. Rahmat. To'xting bolam, men ovozini eshitdingiz shirali. No ovozi eshitildi. Bu kecha balgarkan toshini yutib o'rgan shuna ovozi. Buni qo'ying, bunisini eshitib ko'ringsiz. Buni yutib bergan. Hech nima yutmagan, tilini go'shtni bo'ylab yeb o'rgan. Prosta gapira olmaydi bu. Ya, ishsiz demayman. Men o'ylayman, uzr men bor. Normalmi? Yo'q. Voy, o'lmasam nima? Balin. Mashtumga kelib tushdi. Xudo haqqi, men atilabdan tegmasin deganim. Normal. Kedisi bo'ladi. Nima qildinglar? Astag'firullah. Siz nima o'lmas odamsiz? O'lmas kashik desam kashikka o'xshamaysiz. Tamatsinkani, ana uyruvinini Umid akadan o'rganinglar. Umid aka o'zlarini shirin odam deb hisoblaydi. Endi bu narsa ko'pchilik qizlar aytgan menga. Bu shart emas aytishinglar. Qo'shingizda ayrilishingiz. Da. Pichoq qo'ydim. Buni lekin men anaqa fokusliklarda ko'rganman. Buni lekin hech qayerda ko'rmagan. Svarshka borib buni spesialni yasatirdik. Ketmonni ham shunaqa spesialni yasatirgan. Ketmon mabodoga. Ey, boring. Yunusobodda ketmon deyiladi bu. O'tkirmi pichoq rostiga olsin? Voy. Nima bo'ldi? Nima hazil bo'ldi? Hozir jimmi qoldim sen. Rosti, ko'rinishi. Ujuz. İyi. Nafat ulan uyuyor. Durma, sal chiqing. Kimdan araydimi? Siz qarayapsizmi? Men qarursinmi? Hamma kuchida qo'rqadi. Oilasi rahmat. Ölmeymiz. Şunu jilab hech kim ölmagan. Mana pichog'im bor esajaman. Bor. Bitta turib bering. Bo'ldi. Zebo narsalarni yig'ishda bu go'zaldan chiqib olaman. Bo'ldi, ham bo'ladi Umid aka. Bolajonim, uyimiz orqasida nima bor? Raddon bor o'tda. U yerda nimalar bo'ladi? Bolalar tug'iladi. Ha, o'sha bolalarni kim tug'adi, bolam? Onasi tug'adi. Laylak tashab ketmaydi. Yo'q. Xotini ham tug'ib bermaydi. Yag'ish onasi tug'adi-da. O'sha onani ham olib bordachaga, ona ham borgisi kelyapti. Sizga ham o'zi alohida aytmoqchi edim, narsalaringizni yig'ishtirib ketdik. Umid aka, men manzarani qarang, chiroyliligini to'xtay rasmga olib qo'ying mana. Bo'ldi, xo'p. Zo'r chiqyapti. Bolam, ana buzoqcha tishi yo'q ekan. O't pichani yonmas ekan, nima qilarkin-a? Ha, onasini yemib katta bo'ladi-da. Tishi chiqquncha onasini yemadi-da. Da, onasini yemadi. Ha, shu oq sut bergan onangni ham rasmga ol. Bo'ldi, olib qo'yaman mana. Zebo dachan o'zing tanishtir, hozir menga yana baqa-chaqa qilib ketadi. Mana oyijon To'g'soydagi dacha, buni tabiatini qarang, chiroyliligini, basseynni qarang, kattaligini. Televizordan Yulduz Usmonovani qo'yib o'ynab, basseynda mazza qilib cho'milib, toqqa chiqqan mollarni tomosha qilib, ha? Sizlar nima qilaman tomosha qilib? Kelin bu dacha rosa qimmat bo'lsa kerak. O'g'lim bechora bir $500 to'ladimi? Yo'q, atigi $300 ekan. Zebo, kech cho'milamiz. Bo'ldi hozir. O'g'lim, yoshligingda tog'orachada kim cho'miltirgan seni? Bu safar adashdingiz, dadam cho'miltirganlar. O'sha dadangni nervini qilib kim o'ldirgan? Onam. Onangni ham chaqir cho'milsin.
Ayollar g'iybat qilish uchun top 5 ta joy. Birinchi o'rin sizni aniq hayron qoldiradi. 5-o'rin bozorlar. Chunki bozorga kimdir chiqmasa, aynan o'sha odam temasi bo'ladi. Ayniqsa savdo bo'lmagan payt g'iybat avjiga chiqadi. 4-o'rin mahallangizdagi podyezdni oldi. Juda ham odam ko'p o'tib qaytadi. Uzoqroq vaqt g'iybat qilish mumkin. 3-o'rin kollektiv ishxona. Ayniqsa boshluq yo'q payt g'iybat avjiga chiqadi. Hamma mahallasidan yangi g'iybatlarni olib keladi. Shuning uchun ham bu yerda top 3talikka kirgizsa bo'ladi. 2-o'rin hamma kutgan gap gashtinglar. Bu yoqda birovni eshitmasdan g'iybat bo'ladi. Uy egasi ham qolmaydi. Idishlarni ham yaxshilab yuvmabdi. Yaxshiyam bavi degan narsalar bor. Ketqiza olmadim deb bahona qila olmaydi. Eng kir idishlar, oq piyola choynaklar, ichi va usti qorayib ketgan, chirk bo'lib ketgan qoshiq, vilkalar deysizmi? Farqi yo'q. Shundoq tog'oraga bavini solinadi, ustidan qaynoq suv solib, ivitib, keyin sovuq suvda chayvorsa bo'ladi-ku. 1-o'rin va eng kuchlisi bu go'zallik salonlari. Bu yerda hech kimga rahm shafqat qilinmaydi. Oddiy g'iybat bo'lmaydi. Videoni g'iybatni yaxshi ko'radigan tanishlarga jo'natib qo'yinglar.